kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Bugun sizlar bilan ekspertimiz dietologiya bo'yicha O'zbekistonda nomer 1 dietologlardan biri Jila opa Asliddinova. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Jila opani taniganlar bormi qizlar? O'zbekiston bo'yicha juda ham katta natijalarga erishtirgan ayol qizlarimizni hozirda sizlarga o'z bilimlari bilan bo'lishadilar. Mazza qilib gaplashinglar, savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin. Xush kelibsiz opajon. Rahmat taklif uchun. Qalaysizlar qizlar, charchamayapsizlar? Tinchsizlar? Hammalar bir-birlaringdan chiroyli cho'tamani samansiga ham tushib ketadi to'g'risi. Nuhur Saman sizlar bilan ko'rishganimdan, tanishganimdan bu menda Shahrizoda bilan ikkinchi proyekt, oldingi o'quvchilariga ham darslar o'tganman. Menimcha dasturxon boshida dieta quloqqa kiradimi? Qanaqa deb o'ylaysizlar? Bugun sizlarga menimcha hozir ham kerak bo'ladigan, kelajakda ham kerak bo'ladigan sizlarning savollaringizga javob bermoqchiman. Ya'ni prosta tak o'zimdan o'zim qanaqadir mavzu ochib, sizlarga leksiya o'qimoqchi emasman. O'zlaringizni yuzma-yuz konsultatsiya olganda nima savollar odam bergisi keladi-yu, men bundan semiradimi?